Bizni klinikamizda fizioterapiya muolajalari va massaj, LFK muolajalari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu massaj muolajalari bolalarga, ayniqsa harakat buzilishlari bo'lgan bolalarga juda ham yaxshi ahamiyatga ega. Bunda nerv impuls o'tkazuvchanligini ta'minlash, to'qimalari qon bilan aylanishini yaxshilash va harakatlar cheklanishini kamaytirish, aktivligini oshirish maqsadida ushbu muolajalar olib boriladi. Massaj, fizioterapiya, LFK muolajalari bu harakat buzilishi bilan kechuvchi kasalliklar, bolalar serebral falajligi, spina bifida uni asoratlari, gidrosefaliya, mikrosefaliya va ularning asoratlarida harakat cheklanishlarini, buzilishlarini kamaytirish va ularni davolashda juda ham katta ahamiyatga ega.